Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ayn harfini boshlanib o'tganda qanaqa xatolar qilinishi, noto'g'ri talaffuz qachon sodir bo'lishi, qanaqa mashqlar qiladigan bo'lsak, to'g'ri ayn chiqishi va ayn harfini oson talaffuz qilish, oson va to'g'ri talaffuz qilish qanaqa bo'lishini sizlar bilan hammasini bugun o'rganib ko'rib chiqamiz. Beriladigan tavsiyalarni beramiz va albatta bu tavsiyalar orqali siz ayn harfingizni yaxshi chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi va bularni barchasi 15 daqiqani ichida bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, avvalo ayn harfini chiqarishda biz halqumimizni o'rtasini yaxshilab his qilib olishimiz kerak. Endi halqum his qilishlik biz uchun qiyin, ya'ni o'zbeklar uchun qiyin. Nega halqumni his qilish qiyin aynan bizga, ya'ni o'zbeklarga desak, sababi bironta bir harfimiz halqumimizdan hosil bo'lmaydi. Ya'ni o'zbek tilida bo'lsin, rus tilida bo'lsin, ingliz tilida bo'lsin, hammasi shu og'iz bo'shlig'idan hosil bo'ladigan harflardan tashkil topgan sababidan biz uchun halqum juda ham qiyin hisoblanadi yoki qiyindek tuyuladi. Aslida aynni talaffuz qilishlik yoki hani yoki hani qo'yingki hamma halqum harflarini talaffuz qilishlik juda ham oson. Faqat buni oson yo'llarini o'rganib oladigan bo'lsak yoki qanaqa xatolar bo'lishi mumkin va o'sha xatolarni nima qiladigan bo'lsak biz chetlab o'tamiz va ayn harfimiz aynan zo'r to'g'ri chiqadi degan narsani bilish uchun shunchaki u bo'yicha bilimlarni, tavsiyalarni oladigan bo'lsak va o'zimizda qo'llaydigan bo'lsak, inshaalloh albatta ayn harfimiz juda ham go'zal chiqadi, xuddiki arablardagi. Kerak bo'lsa arablardan-da yaxshi chiroyli chiqara olishingiz mumkin bo'ladi. Chunki o'zimizning qo'limizda juda ko'plab shogirdlarimiz ayn harfini juda ham ravon talaffuz qilishgan va hattoki katta ustozlarga borib talaffuz qilib berishganda juda ham yaxshi natijaga erishganligini bizga kelib xabarni berishgan va shu sababdan men ochiq-oydin sizga ishonch bilan ayta olamanki, agar berilayotgan tavsiyalarni biz aytganimizdek bajaradigan bo'lsanglar, albatta sizda ham ayn harfi juda ham go'zal chiqadi. Bo'lmasam boshladik. Ayn harfini boya yuqorida aytilgandek talaffuz qilish uchun halqumni o'rtasini his qilishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz desa, halqumni oldin tubini bilib olaylik. Halqum tubi mana shu suyagimiz, mana bu borib turgan suyak halqum tubi hisoblanadi. Undan sal teparoqda mana shu qismida taxminan halqumimizning o'rtasi joylashgan bo'ladi. Va halqumimizning o'rtasini ikkita qo'limiz bilan sekin siqadigan bo'lsak, a ni aytib turgan holatda a harfimiz bor bizda, o'zimizda ham talaffuz qilayotganimizda ixtiyorsiz, ya'ni bizning ixtiyorimizsiz ayn harfi hosil bo'ladi. Endi faqat ayn harfini aynan xuddi hozir mendagi qilishda bitta ehtiyot chorasini ko'rib qo'ying. Qattiq siqib yuborishingiz mumkin emas. Qattiq siqib qo'ysangiz o'zingizga zarar bo'ladi. Shuning uchun uni nomiga siqasiz va tilingizni uchini sekin orqaga tortasiz. Pastda o'sha pastki jag'imizda qozonchaga o'xshagan joy bor. O'sha qozonchani ichiga bundoq tortasizda, o'sha bilan og'zingizni katta ochib a harfini talaffuz qilasiz va boya aytilgandek halqum o'rtasini nomiga siqib talaffuz qiladigan bo'lsangiz, sizda albatta ayn harfi hosil bo'ladi. Keyingi mashqimiz qanaqa mashq desa, a harfini oddiy talaffuz qilamiz. Faqat e'tibor bering. Deyotganimda men xalqimdan aytmayman yoki men bunaqa aytish ham mumkin. Farqi bor o'rtasida deganda bu og'izdan chiqayotgan a. Bundan hech qachon ayn hosil qilib bo'lmaydi. Ya'ni ayn yasab bo'lmaydi bundan. Qachonki siz ya'ni halqumdan a harfini talaffuz qiladigan bo'lsangiz, ana undan keyin mametingizga mana bu joydan sal yuqoriroq, xuddi o'sha joyga, boyga siqqan joyimizga eshitasiz, ayn harfi oson hosil bo'ladi. Faqat buni ham sekin uring. Aks holda qattiq uradigan bo'lsangiz, o'zingizga zarar yetib qolishi tabiiy holat. Endi ayn harfimizni odatda o'quvchilarimiz qanaqa xato qilishadi desa, ayn harfini talaffuz qilishda ko'proq o'quvchilarimiz a deb og'izni orqa qismidan, ya'ni halqum yuqorisidan talaffuz qilishmoqchi bo'lishadi. Bu aslida xato hisoblanadi. Yoki ba'zi birlarni eshitganmiz, o'zini devorga urib orqasini, orqa tarafini devorga urib talaffuz qilib ko'ramiz deyshadi. Ba'zi birlar yana qanaqadir turlicha o'ziga zarar yetishi mumkin bo'lgan yo'llar bilan aynni hosil qilmoqchi bo'lishadi. Yo aslida unaqa devorga urish yoki o'zini qanaqadir kuylarga solish shart emas. Ayn harfini to'g'ri talaffuz qilish juda ham oson va shu oson yo'llarni o'rganib olsak bo'ldi.
Keyingi masala ayn harfi qachonki sukunli bo'ladigan bo'lsa, og'zingizni albatta katta oching. Qarang. Masalan, ba'lu degan so'zni olsak, ba'lu ba bdan keyin a da og'iz ochilyapti, aynni undan ham katta ochilyapti. Qarang. Ba'lu ko'rdingiz, sukunli holatda katta ochildi. Yoki ba'zi o'quvchilarimiz jam'u deyshadi. Jam'u. Ko'rasizmi? Og'zim ochilmayapti. Jam degandan keyin mimni tovush degandan keyin labimni ochayotganimda tovushim tugab qolgan. Ko'rdingiz? Jam'u. Agar siz endi tovushni mim harfida tugatmasdan ochadigan bo'lsangiz, sizda degan tovush chiqadi va bu qalqala deyiladi. Vaholanki mim harfida siz bilgandek qalqala sifati yo'q va bu xato hisoblanadi. Jam'u deyishlik uchun avvalo og'izni katta ochamiz. Va ikkinchisi mim harfida tovushni tugatib bo'lganimizdan keyin og'izni katta ochishga kirishimiz kerak bo'ladi. O'shanda mim harfimiz o'zini sifatlari bilan qoladi, ya'ni unga ortiqcha sifat kirmaydi. Ya'ni boya yuqorida aytganimizdek qalqala sifati va og'zimizni ochganimiz hisobiga ayn juda ham chiroyli chiqadi. Agar og'zimizni ochmasak, jam'u bo'lib chiqib qoladi. Keyingi xato, odatda ayn harfini talaffuz qilayotgan o'quvchilarimiz burun bo'shlig'iga, ya'ni au deb mana bu burunga o'tib ketib qoladi tovush va bu aslida xato hisoblanadi, chunki bu sifat g'unna sifati deyiladi va bu g'unna sifati nun va mim harflariga tegishli. Bunaqa aynni bunaqa burundan aytishlik xato hisoblanadi. Endi qachonki burundan chiqadi, ya'ni bu xatolik qachon sodir bo'ladi, qachon ro'y beradi desangiz, qachonki og'zingiz kerakli darajada ochilmasa. Boya yuqorida aytdik, og'zingiz kerakli darajada ochilsin. Ko'ryapsiz? Hammasida og'zim katta ochilyapti. Nimaga og'iz katta ochilishi kerak desa, chunki ayn hosil bo'ladigan joyga e'tibor bersak, undan keyin og'zimiz, ya'ni tovush hosil bo'ladigan, ya'ni gerts hosil bo'ladigan joy bilan mahraji masofa jihatdan uzoqroq. Masalan, ba yoki ta yoki na harflariga ko'ra na desak, og'zimizning oldi qismidan, ya'ni tovush hosil bo'ladigan joydan uzoqda emas, lekin ayn harfi ancha orqadan. Masalan, og'zimizning o'rtasidan emas, tilimizning o'rtasidan emas, yoki og'zimizning eng orqa qismidan, ya'ni tilimizning tubidan emas, yoki halqumimiz yuqorisidan emas, balki halqumimizning o'rtasidan chiqadigan harf bo'lgan sababidan biz u harf yana ham ravonroq, yana ham to'g'riroq eshitilishi uchun albatta ayn harfini talaffuz qilayotganimizda og'zimizni katta ochishimiz kerak. Ko'ryapsiz? Ya'ni aynan og'zingiz ochilar ekan, ayn harfingizda boya burunga o'tib ketib qolmaydi, ya'ni g'unna sifati bo'lmaydi va eshitilayotganda juda ham tushunarli bo'lib eshitiladi. Keyingi xato, odatda ko'pchilik o'quvchilarimizda yoki shogirdlarimizda bo'ladigan xatolardan bittasi, ayn harfini aynan fathali holati oson-ku, lekin kasrali va zammali holati qiyin bo'ladi. Agar sizda ham ushbu xato kuzatilayotgan bo'lsa, video davomida hozir sizga ham buni xatoni sababini tushuntirib o'taman. Ya'ni qachonki aynni fathali holati, ya'ni eshiting. Bu oson, lekin bilan qiyindek tuyuladi. Aslida qiyin emas. Endi unda faqatgina ko'proq boyiga aytaylik, fathali bo'lganda, ayn harfini fathali bo'lganda halqumingizni nomiga siqishingiz bilan sizda ayn harfi hosil bo'lsa, endi zammali bilan kasralikda sizda ko'proq bosim, ko'proq kuch va ko'proq mahorat talab qilinadi. Xolos. O'shani beradigan bo'lsak, ya'ni qattiqroq siqadigan bo'lsak, halqumizning o'rtasini aynan do'sh eshityapsiz. degan duo chiqsin. Ya'ni o'zingizda ko'rsangiz bo'ladi bu narsani bemalol. Tajribada juda ham yaxshi ish bergan va sizda ham o'ylaymanki yaxshi natija beradi deb. degan duo chiqsin. Juda ham ravon va to'g'ri chiqarsa bo'ladi. Keyingi tavsiyamiz, ya'ni ayn harfini sukunli holatida bi' deb og'zi orqasidan aytib qo'yiladi. Ko'p talabalarimizda, shogirdlarimizda
bi'lu yoki ja'lu deydi. Ja'lu deb talaffuz qilinadigan bo'lsa, oson va ravon chiqishi mumkin. Endi keyingi narsamiz aynan xalqimizni yaxshiroq his qilishimiz uchun, yana ham yaxshiroq his qilishimiz uchun boshimizni tepaga qarab talaffuz qilishlik. Xuddiki mana bu yerda tovushpaychi, mana bu yerda ayn bo'lsa boya aytganimdek og'zim ochilyapti. Endi bu yerdan kamera bu yerdan ko'rinmayotgani uchun men sizga hozir nima qilayotganimni aytaman. Ko'ryapsiz, og'zim ochilyapti. Tilim xuddiki boyidagi pastdagi qozonchaga tushyapti va tilimiz orqasi ko'tarilyapti va bor kuch, butun diqqat, e'tibor hammasi xalqimga, yana aniqroq aytadigan bo'lsak, xalqim o'rtasiga qaratilyapti va bu degan tovushni beryapti. Nimaga kerak boshimizni ko'tarish? Qarang. Nega kerak deydigan bo'lsak, xalqimizning o'rtasini ko'tarib, boshimizni ko'taradigan bo'lsak, xalqimiz nisbatan tortiladi, va bu tortilgandan keyin mundoq qilib turgandan ko'ra, ya'ni yig'ilib turgan xalqimdan ko'ra tortilib turgan xalqimni his qilishlik osonroq bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan aynan hiqildoq ostida o'sha tog'ay bo'ladi. O'sha tog'ay bundoq qaraganimizda o'z-o'zidan xalqim devorining orqa tarafi, mana masalan, xalqim bo'lsa, mana tomog'imda tasavvur qiling, tomog'ingizda mana shu yerda xalqim bor, shlankaga o'xshagan xalqim bo'lsa, o'shani orqa devori bor. Mana bu. Ya'ni bu sizni mana bu yeringizda bo'ladi taxminan. Ya'ni nisbatan oladigan bo'lsak, mana bu yerda bo'ladi. Mana bu yerda shlankangiz old taraf bo'lsa, u yoqda orqa taraf bo'ladi. O'sha orqa tarafiga yaqinlashish kerak. Hiqildoq osti tog'ay. Ya'ni deganingizda o'z-o'zidan yer tortish kuchidan hiqildoq osti tog'ayingiz xalqimni orqa devori deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu shlanka, mana bu oldi qismi, mana bu joy bo'ladigan bo'lsa, bu xalq o'sha hiqildoq osti tog'ay bo'ladigan bo'lsa, tepaga qaraganingizda o'z-o'zidan u yer tortish kuchidan bundoq, ya'ni mana bunda turgan bo'lsa, mana bundoqroq yaqinlashadi va sizda ayn harfingizni talaffuz qilishingiz osonroq bo'ladi. Tushundingiz? Endi buni to'g'ri talaffuz qilish yoki etiklik pastga qarab talaffuz qilishlik biroz qiyinroq. Masalan, bunga ko'ra bu osonroq, bundan ko'ra mana bu juda ham oson hisoblanadi. Boya aytganimdek, haligi tog'ay, hiqildoq osti tog'ayi xalqim devorining orqa tarafiga yaqinlashishi natijasida hosil bo'ladi. Keyingi xatoyimiz, qachonki ayn harfi sukunli bo'lganda, uni xuddiki shidda harflarga o'xshab bittada kesib qo'yishda ham xato hisoblanadi. Masalan, ja'lu deganda ayn hosil bo'lmaydi. Ya'ni ayn harfini maxrajga suyanishi o'rtacha hisoblanadi va bu sifat arab tilida bayniya deyiladi va u qachonki sukunli bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha ushlab turishlik kerak bo'ladi. Ja'lu deyishli xato hisoblanadi yoki deyishli xato bo'ladi. Ja'lu mana shunaqa aytilishi kerak. E'tibor bering. Ja'lu bu xato. Endi to'g'risi ja'lu degan tovushni agar eshitayotgan bo'lsangiz, birinchisiga nisbatan, ya'ni bu tarafda ikki marta ja'lu degan so'zimizni talaffuz qilganimizdan ko'ra ayn harfi bu yerda ko'proq ushlab turilibdi. Ja'lu. Tushunarli? Ya'ni qachonki ayn harfimiz sukunli bo'lar ekan, albatta biz uni biroz muddat ushlab turishimiz kerak bo'ladi, chunki u bayniya, ya'ni o'rtacha, oraliq, ya'ni rahava va shiddan o'rtasidagi sifat hisoblanadi va sukunli holatda albatta biroz muddatda ushlab turishimizga to'g'ri keladi va aynan shu ayn harfini to'g'ri talaffuzi hisoblanadi. Va oxirgi tavsiyamiz deb turib, keyin boyga ni qisqartirib turib, aynga yaqinlashtirib talaffuz qiladigan bo'lsa ham juda ham chiroyli chiqadi. Masalan, yoki xuddi shunaqa kasrali zammali. Masalan, ko'ryapsizmi? Aynda men qo'limni bu yoqqa olib atingdan talaffuz qilaman. Yoki
xuddi shunaqa talaffuz qilishingiz mumkin bo'ladi. Berilgan tavsiyalarni albatta o'zingiz tajribada sinab ko'ring. Agar dars yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, videoni qaytadan ko'rib, o'zingiz xulosalaringizni albatta bilmadim, yoningizda qanaqadir yozish mumkin bo'lgan bloknotingiz yoki daftaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz xulosalaringizni albatta yozib boring va keyingi darslarimizda ayn harfini yaxshi chiqarasiz degan umiddamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Ilal liqo, ma'as salama.